Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Qo'yaqizdan Santexnik bugungi birinchi videomiz. Shu kanalning birinchi videosi. Bugun biz bu videoda o'zimning shaxsiy uyimdagi pol taxtani rasxodlari haqida gaplashamiz. Videoga oldindan like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yana qiziqarli videolar chiqadi. Nafaqat bunaqa kontent va sizlarga qiziq bo'lgan, sizlarga har bitta odamga kerak bo'lgan santexnika haqida ham yuritib boraman. Oldindan obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolardan qolib ketmaysiz. Bugungi videomizga keladigan bo'lsak, mana shu ko'rib turgan pollar bugungi proyekt, bugungi bularni rasxodi haqida gaplashamiz va mana shu xonani polni qancha kvadrat, qancha rasxod ketgani haqida gaplashamiz. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rishinglar mumkin videoda oxirigacha. Agar kimdir stejkali uy qiladigan bo'lsa, u haqida ham video olamiz bir kun. Bizga bugun hozircha pol taxtali video nasib qilib olish. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, pol taxta 33 mingdan 4 metr, 4 ga 9,5. 355 ga 37 ta ketdi. Bu yerga 4 metr. Ikkita qator, uchinchisida 1 metr joy qoldi. 9 metr, ikkita 4, 8, bitta 1 metr oshib qoldi. Balkasiga keladigan bo'lsak, sasna 3 ga 14. Uzunligi 4 metr. Bu xona 355. Bu xonaga 56 cm dan qo'yildi. Birinchi bo'lib bu yerga qo'yildi va mana bu joyga qo'yildi. Chunki bu yerda uloq bor. Bitta balki mana shu o'rtasiga tekis tushish kerak. Keyin berilgan balkalarni mana shuning ichiga bo'lindi. Orasiga nechta tushsa ham sanaymiz hozir. 4 metrlik yog'och pol taxtaga nechta balka ketganini hisoblaymiz hozir. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ketibdi. 8 tadan hisoblasak 16 ta. 16 taga 2 tani qo'shsak nechta bo'ladi? 18 ta bo'ladi. Yo'q, bu uloqni hisoblamadim. 8 ta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta. Biz 18 ta hisoblagandik. Chunki biz 50 cm dan qo'yamiz deb o'ylagan. 50 cm dan sal kaltaroq bo'lib qolar ekan. 56 dan qo'ydik. Shunda to'g'ri keldi. Bu yerda yana bitta oshib qoldi. U boshqa narsa ishlaydi. Buni ham ko'rsataman nimaga ishlashini. Endi uni rasxodiga keladigan bo'lsak, 33 dan 30 ming so'mdan bittasi 4 metrga 9 cm. 37 ta ketdi bu qatorga. U qatorga 37 ta. 3-qatorga 1 metrdan ketadi. Bittasi 4 ta joyga tushadi. Chunki 1 metrdan sal kichikroq 96 cm dan tushadi. Bu yerga 2 cm raznica olingan betondan. Bu yerga bittasi 4 ta tushsa 37 ta bo'lish uchun 10 ta ketadi. Chunki 1 metrlik chiqmaydi boshqa joydan. Faqat o'zidan chiqadi. Shuning uchun 3 metr oshib qoladi, lekin bittasini ham o'zini tushadigan joyi bor. Yana nimani hisoblasak bo'ladi? Balka 80 mingdan tushdi. Bitta balka 4 metr, 14 cm aytganimdek. 18 ta oldik. 17 ta metar ekan 9 metrli xonaga 56 dan qo'ysa, agar kimdir 60 dan qo'yish mumkin, kimdir 40 dan qo'yish mumkin. O'zini odam xohishiga qarab qo'ysa ham bo'laveradi. O'zini rasxodi agar cho'ntagiga ko'tarsa, balkim boshqacha pol taxtadan qilish mumkin. Men cho'ntagimni ko'targancha shunaqa qoldim. Agar menga qo'ysa, menga pulim bo'lsa, mashinakadan olib turib, tepasiga mashinadan qo'yardim. Chunki mana bu ko'p eshilib ketar ekan, ham qiyshiq bo'lib qolar ekan.
ko'p emas u, lekin bordi har qalay bitta odam ko'rganda sezadi. Bu qalinligi ham yaxshi. Keyin buni agar buni poliga qoqadigan bo'lsangiz, balgani bunchalik orasini kichkina qilmaysiz. 60 qilsangiz ham bo'laveradi. Chunki mana qalinligi 3 sm. Bu bo'lsa 1,5-2 sm chiqsa. Endi bu video hali to'liq tugagani yo'q. Oxirida qancha rasxod ketganini tushuntirib beraman. Bu uy korobka hali mana o'zingizlar ko'rib turganlaridek devor ko'tarilgan, tom yopilgan, loy bosilgan, montaj liniyalari tushirilgan, lekin hali rozetkalar o'rnatilmagan, chunki shuvoq bo'lmagan hali. Endi polga navbat, poldan keyin shuvoqni ko'rsatamiz, qancha rasxod ketganini aytamiz. Patolog, keyin hamma yoqni yuritib boramiz. Aytganimdek, ismi Fayozdin. Yoshim 17 da, endi 17 ga to'ldim, xudo xolasa. Bu YouTube kanalidagi birinchi video. Endi iloji boricha kontentni yaxshi yuritishga harakat qilamiz. Menimcha men teng ko'rib bolalardan hali hech kim bunaqa ustachilik narsalarni yuritib bormagan hali. Kattalardan ham kam ko'raman. Men o'zi shogird tushib olganman. Men ustozlarim bor, santexnik bo'yicha. Necha oydan beri chiqyapman? Bir oy bo'lmadi. Yo'q, 15 kun bo'ldi chiqqanim. O'tgan yili 2 oy chiqqanman. Men shogirdni hali to'liq tushunmayman u sohaga. Bilaman, nomlarini bilaman, qayerga nima ketishini bilaman, qancha ketishini bilmayman, rasalik hisoblashni bilmayman. Endi ustalarim bilan endi kontent qilamiz. Hali proyekt ko'p. Bitta santexnika emas. Ushbu aytayotganimdek polni rasxodini hisoblaymiz. Patologda, shuvoqda hali montajlar tushirilgan, montajlarda qancha rozetka ketdi xonaga, qancha ключатор, nechta lampochka ketdi, qancha liniya, hammasini hisoblaymiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obunani bosib qo'yinglar. Albatta hamma ham qurilish qiladi. Hozirgi holatda qurilishga ehtiyoj juda ham ko'p. Nimaiki qilmang, qanchalik boy bo'lsangiz ham, qanchalik o'ziga to'q bo'lsangiz ham, hech yo'g'i bir oyda bir marotaba xizmatga yoki-da o'sha ustachilik anjomlariga yoki-da ishlatiladigan o'sha qurilish mollariga ehtiyoj bo'ladi, bir oyda bir bo'lsa ham. O'sha bizning videomizda endi qolganlarni keyingi videoda yuritib boraman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, ko'rishguncha.